Hurmatli do'stlar, oktagon o'rtasida andan ari betteshlar ulanat. Buga cheyin birinchi aylanpada jengishga jetishgan iki mushker qayradan o'rtada. Go'kburchdan chiqqan mushker davr yo'li tanishtiramiz. Bishkek shahri Salah komandasi mashg'ulotchisi Ruslan Saitov. Buga cheyin Gesiko MMA'da 10 yo'li jengishga jetib, 4 yo'li jengil uzasin tartgan. Do'stlar olingizlar, Azizbek Tayfun Keldibekulu. Anan atandaşı Oshari komanda Ataman Spitsnaz börü mashg'ulotchisi Chintemir Ashraliyev. Buga cheyin Gesiko MMA'da 6 yo'li jengishga jetib, 3 yo'li jengilgan. Do'stlar olingizlar, Ömürbek General Ashirbekov. Birinchi round.
Birinci round. Bitti, şayaktadi, qo'llab turamiz mishkerlarni. İkinci raundda 2 minut 4 sekundda texnikалық nokaut bilan jengishga yetib jarım finalga chiqdi. Azizbek Keldibekulu. Men yaxshi sen jaman